Motor Nokat Qarachi Motor kanal qatnashchilari 2024-yilning 3-oktyabr kuni biz Ko'kjar oila quvvatining mana Chilisay ko'prig'iga keldik. Shu yerda ma'lumot olamiz. Bizdan olsay, like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli o'g'illar. Mana ko'prik kutayin deb qolibdi. Ha, jonivar ko'raylik. Plitalar bosibdir. Hurmatli o'g'illar, ish qiziq ketib jotar ekan, mana qarangizlar. Abdan so'ni ketdi ekan. Armaturalarni to'qibdir. Mana hozir o'chog'idan tayyor ekan. Xudo xohlasa qo'ysalar bo'ldi ekan hozir. Jonivorni olib ko'ramiz. Mana ishlayapti qavg'achilar. Uzuni 36 metr ekan, to'rasi 14 metr ekan. Qarangizlar. Hozir shu üstüne ko'ramiz. Hurmatli o'g'illar, biz hozir ustiga chiqqan ruxsat bergan bizgacha. Brigadir mana qarangizlar, uzuni 41 metr ekan. To'rasi 14 metr ekan. Ish qiziq yurib yotadi. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Vardır sonu. İşi qiziq yurib yotadi. Hozir daha tumolar ham yaxshi qo'yilib turibdi. Mana qarangizlar. Tumolar ham obdan so'nun ekan. Hozir Ko'kjar ko'tining Hopshirsak ko'prig'iga keldik. Qarangizlar. Yaxshi bor-yo'q so'nun. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Alloh nasib qilsa daha ko'rsatamiz. Kunda kelib ochilishini ko'rsatamiz. Hozir tag'i bek kunda 40 sayını ko'prigini ko'ramiz. O'tganlar. Bor-yo'q so'nun. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.